6-yil 27-fevralga mana 10 yashar, 12 yashar krepson olmalarimizni abreska qilyapmiz. Abreskadan keyingi holatlar. Faqat mevaga qo'yish jarayoni ketyapti hozir. Abreska akalarimiz qattiq mehnat qilmoqda. Ustaga qalay bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Faqat mevaga qo'yib beryapsizmi? Faqat mevaga suv nodalarini olib tashlayapmiz, bema'ni ishlarini olishyapmiz imkon qadar. Meva qo'yamiz, bel mevasini olsa, keyin yilga o'shunga qarab shakl beriladi, xudo xolasa. Holatiga qarab kesaverasiz yiliga. So'rovchi suruq notalarni olib tashlayapmiz, oshqishalarini. Do'stlar, shuna xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 10 yil, 15 yil tajribaga ega ustalar bilan keshyapmiz.